Eng yaxshisi u yerga berishni aytadin ya. U yerga borsang, qaytib kelanmasliging mumkin. Manga amal yo'q bova. Bo'ynimda sirtmoq bor. O zaharlanib o'libdi. Bakil xatarlik. Ali, bu yerdan tezroq kelsak bo'ladi. Ularning orsidagi birisini yilon chiqib olibdi. Qaranglar. Avuq qumda o'zining ustida bir ko'z yinib otdi. Hey, bir ashapini oldinglarmi? Biz jasad burgilarining orsida qopdik. Hatayli! Ular beni köpke! Hatayli! 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 Tez bulunlar! Tekli makon o'zining sirliqligi bilan ajoyibdir. Tekli makon o'zining tilsimligi bilan buyukdir. Tekli makon, tekli makon. Ana shu tekli makonning bag'rida yeshilmagan ajoyib g'aroyibotlar nurg'undir. Bovoy shundoq deb boya tutgan qochini ko'rsatdi. Men u qochiga yana bir qarab qo'yib, uningga dedim: "Ichilib turgan gul? Necha ming yilning yoqi o gullarni kim parvish qiladi? Qumliqning ostidagi daryo baliqiga ishinaman. Bir oltin qochi ichida gulning qurmay shuncha uzoq tura olishi normal emas-ku." Ha, bali. Masala dal shu yerda. Biz mo ko'zimizga ishonmadik. Ajnabiy mo hayronlik bilan sherigi bilan xeyli uzoq kusurlashdi. U birdam jasad sandig'ini, birdam tashtakni ko'rsatib, bir nimalarni dedi. Biz taqatsizlik bilan tarjimondan nimalarni deydi ma'u deb so'rdik. Uning deyishicha, jasad sandig'ining oyoq tarafida kichik to'shik bormish. Jasad bir mazgil turgandan keyin sesib uning badandagi mayla eqib, mush tashtakka tusharmish. Uning digini bo'yicha jasad sandiqning oyoq tarafiga qardim. Haqiqatan bir to'shik bor ekan. Qochimo shu to'shikning ostiga qo'yilibdi. Bir chog'da ajnabiy menga somka berishni ishora qildi. Somkini uningga berdim. U tashtakni ilib burnini etib oldi. Xuddi bir sesiq puroqdan saskingandek chiroylarini purishtirib ketdi. Shuning bilan tang bizga mo boya sampurgan puroqdek shundoq xushbo'y puroq o'rildi. Shuning bilan men dadamga, "Dada, mao ajnabiyning burnida masala bormi nima?" dedim. Shuncha xushpuroqdan saskinib ketib bordi ya. Shuning bilan dadamni ajablanib qarab qo'ydi. Ham bizga qarab, bu yaning sal g'alitiligini, eng yaxshisi hech narsaga chiqilmay, ajnabiy bergan kumushni ep chiqib ketishimizni aytdi. Dadamning degani o'rinliq bo'lg'achqa, ma'qul degan ma'noda beshimizni ling'ishdik. Ajnabiy gulni asta yulib oldi-da, to'pisi bilan bir lotig'i o'rab, somkasiga soldi. Qochinimi o'xshashli o'rab somkaga soldi. Shunday qilib, 7 jasad sandig'i ostidagi gul va qochilarni hammani somkaga silib oldi. Men u bergan somkining ig'irligidan ko'taramay, bir qo'lim bilan ko'targachga yagi tushirayotganda tasli qoldim. Tarjimon menga diqqat qilishimni, bu qochilarning bebaho go'har ekanligini, bu narsalarni davlatiga olib ketib tadqiq qiladiganligini aytdi. Menmo buncha ig'ir somkini menga ko'tarib nima qiladigandu deb norozi bo'ldim. Shuning bilan boshqa yoqqa qarab turib oldim. Ko'zim o'ttirdagi jasad sandig'iga tushdi. Uning ichidagi jasadning bosh so'nki bilan put qo'lining bir necha poch so'nkili qopdi.
uning barmoq so'ngiga mau uzuk taqab qo'yilgan ekan. Ha, ko'rdingmi? u shundoq deb tunaygan qo'lida ko'ygan uzukni ko'rsatdi. O'ylag'anim xato emaskan. Bu uzukning kelish manbasi uncha oddiy emaskan. Siz boya hech narsaga chiqilmaydigan bo'lishdiq deyishganda qilgan-ku. Shundoq, hech narsaga chiqilmaymiz-ku deyishgan. Men buningga qiziqib, ajnabiydan bu nima deb uzukni ko'rsatdim. U mu gapimni tushungandek jasad sandig'ining hiniga bordi. Uni ko'rib baqmoqchi bo'lib tutishig'ila cherib ketgan so'ngak kuldakli to'zib ketdi. U sal turib o'tgandan keyin uzukni elib, heliqi ayniki bilan sinchilab qarab yetib, xo'shlig'ida bir nimalarni deb sakrabli ketdi. Tarjimon bizga bu jasad podshohning jasadi ekanligini aytdi. U og'zi besiqmayla so'zlab ketdi. Chunki bu bayqashlar dunyodagi mo'jizaning mo'jizasi bo'lib qolamish. Tuyuqsizlik so'zlashdan to'xtab, ko'zlari chakchiyib ketdi. Qo'lidagi uzukmi tushib ketdi. Asta domalab putining ostiga kelib to'xtab qoldi. Men uzukni qo'limga ilib bir qarab o'tgandan keyin uniga tanladim. Ammo uning hozirgi holatini ko'rib, qo'lim havoda qoldi. Uning og'zidan ko'pik qaynashga boshlabdi. Daqiqa o'tmayla yagi yiqilib, jon talishib tepichaklashga boshladi. Biz qo'rqib talab ketibdimiz. Nim bo'g'inni hech kim bilmaydi-da. Shunga uningga yaqin kelamadik. Ajnabiyning sherigimi nim qilishni bilmay, yonda qaqqan qo'ziqdaklar turib qoldi. Bir chog'da u tepichaklab to'xtab qoldi. U o'libdi dedim. Dadamni qo'rqib ketgachga untusiz uning jasadiga qarabla turadi. Qanday qilsak bo'ladi degandek bir-birimizning chiroyiga qarabla turishdik. Tuyuqsiz bog'u, heliqi jasad sandig'idan odamning tenini shurkandirdigan bir xil ovozlar chiqishga boshladi. Asta keynimizga dochdik. Shu chaqda jasad sandig'idan cho'ngligi odamning beligidek bir nashtar ko'tarilishga boshladi. Ya Alloh, xuddi chayonning nashtaridek. Put qo'limizda jon degan narsa qolmadi balam. Ishtonga chiqarib yetayli deb qopdimiz. Ongacha yo'g'on ikki qisquchini ko'tarib chiqmasmi? Ya Alloh, devatdim ichimda qira balam. Bu rostli chayon kango. Umrimda mundaq cho'ng chayonni ko'rib baqmabdi ekanman. Balkim jasad yeb shundoq yo'g'on bo'lib ketgandi. Uning cho'nglig'imi paxlandakli bor degana. Rangimi qordab, odam qarsimi qo'rqib jini chiqqidakli bo'lib ketibdi. Hammamiz asta keynimizga dochdik. U ovozmi barg'on siri kuchayib ketdi. Ammo u ovoz chayondan emas, boshqa narsadan chiqyotdi balam, boshqa narsadan. Bu gaplarni anglab, ixtiyorsiz tinim shurkinib ketdi. Xuddi o'zimni shu joyda turgandek, untinsiz o'ltirib, uning hikoyasiga kirib ketgan edim. U ovozchi balam, boshqa yerdan emas, dal ustimizdan chiqyotdi. Hammamiz qo'rqinimizdan sovuqlarga cho'mibli ketdik. Asta ustiga qardik. Qo'rqib ketganimdan ishtonga chiqarib o'tdimmi ish qilib. Yilon, bundaq cho'ng yilonni umrimda ko'rib baqmabdi ekanman. Uning uzunligini deb beramayman balam, ammo tumlig'i odamning belidimi cho'ng. Hey, qara, odamning belidimi cho'ng. Qoch degan bir ovoz bilan tang hammamiz o'la tirilishimizga qaramay, kelgan yo'limizga qochdik. Kallamda boshqa xiyol yo'q. Faqat o'ldimli deb o'yladim. Heliqi yilon to'g'risidan bizga qarab, o'qdakni kelyotdi. Chayonmi deyishib olgandekla tangli bizga qarab etildi. Panqig'an ovoz bilan kaynimga qardim. Heliqi ajnabiyning sherigi tapanchi bilan chayonga qartib o'q chiqaribdi ekan. Ammo heliqi o'q u chayonga qarib qilamdagan. Ajnabiy tapanchisini tashlabla heliqi tarafga qarab qochdi. Heliqi yilon uni tishliginicha boshqa yoqlarga so'rab ketdi.
Onun echinishlik ovozi o'rnini bir oldi. Qolgan to'dimiz texmi tez qechishga boshladik. Eliqi biz kirgan ig'izga kelay deganda tuyuqsiz o'zimning yolg'izlik yugurayotganimni bilib kaynimga qardim. Dadam akam bilan o'ttirimizda eliqi yilon turmasmi? Atroflarning hammasi choyon yilonlar bilan to'shib ketibdi. Ularning nadan chiqqanini bilolmay qoldim. Tugashdim deb o'yladim. Ammo dadamning "Qosh balam" degan ovozi anglandi. Biz bilan qaring bo'lmasin, biz chiqib ketamigidakmiz debla qo'lidagi mash'alni yilonga qaritib otdi-da, keyniga qarab qochdi. Yilon meni qo'g'lamay, ularni qo'g'lab ketdi balam. Jonning tatliqligida keynimga qaramay qochdim. Eliqi biz kirgan o'ngirga kelganda o'zimning mash'al ilvomig'inim esimga keldi. Qanday qilaman deb o'yladim. Bu yerda yilon chayonga yem bo'lgandan bo'ldilar, mang'ay deb qorong'uda silab-sipab ichiga kirib ketdim. Keynimda eliqi ovozlar to'xtamay agishib kelyotdi. Qo'rqib ketganimdan yugurishga boshladim. Nimaga putlashdimkin, tan qorong'uda bir nimaga putlashib, bakli qattiq yiqilib tushdim. Qattiq tushgachga beshimmi qattiq og'rib ketdi. Tuyuqsiz qo'limni bir narsa tishlab oldi. Og'riq chidamay vaqirab ketibdiman. Qo'limni qattiq silkib, eliq narsani ajirtib o'tibla, yana qechishga boshladim. U shundoq deb qo'lining yengini turib etib, totuqni menga ko'rsatdi. Jasad burgisi? O'zimning so'l qo'limdagi totuqqa qaradim. Mening qo'limdagi totuq bilan uning qo'lidagi totuqning shakli o'pma o'xshash edi. Ammo mening qo'limdagi totuq uninkidan xeyli kichik edi. To'g'ri, jasad burgisi. Bu qeri rostli yomonkan. Qo'limdagi totuqning jasad burgisi tishlagan totuq ekanligini bir qarabli uqib oldi. Qaraganda uning deganlari yolg'on emasdek turdi jum. Shunda qilib, men urilib, so'qilib yurib, oxiri eliqi ig'izga kelib oldim. Sirtqi chiqishimg'ila, qum bo'rong'ila ulgurib chiqibdiman balam. O'zim chiqqan bilan asyodim dadam bilan akamda. Ularning hayotligini ko'nglim to'yib tursa-mu, ammo faqatli chiqmadi. Tuyuqsiz eliqi ovoz yana anglanishga boshladi. Voy o'lgur, men bor kuchim bilan o'nkirning ig'izini etishga terishdim. Alloh azal bir soat qum bilan tindirgandan keyin o'nkirning ig'izimi etildi. Menmo amalning yo'qligida saqlab turishning yaxshi chora emasligini bilib, qaytib keldim. Yenimni og'tirib, bor yo'qi bir girdinon bilan qog'alligimni bayqadim. Shunda qilib 20 kunni bir girdi bilan o'tkazib, uyimga kelib oldim balam. Usuzluqcha 20 kun nima ishdingiz? O'zimning suydigini. Uning degan gapidan kulmadim. Aksicha nima deb so'ragandiman deb boshqacha beoram bo'lib ketdim. Chunki men bu ochliqning dardini tatgan. Ko'chalarda axlat dovillaridan xalqlar tashlab atgan narsalarni terib yegan vaqtlarim bo'lgan. Xuddi o'zimning aslimisini anglagandek dimim ichiga tushib ketdi. Har qancha g'urur, vijdon bilan yashayman degan erkakmi ochliqning azobiga chidamaydi ekan. Bu ochliq odamni har ko'ylarga soladi ekan. U yana gap boshladi. Xotanda noit bilimlik bir asorati iqtisodis qiladigan birsi bor deb anglab, uni izlab topdim. Shu vaqtlarda to'xta, 50 necha yoshlarda deyman. Haqiqatan chiroydim bilimlik odamligi chiqib turadigan kamso'z odamkan. Men kelish maqsadimni uningga udulli dedim. Ham akaga narslarimni uningga ko'rsatdim. U bu 7 qochini elib, sinchilab ko'rib, chiroyi shu hamon o'zgardi.